Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Xullas biz yuklanib bo'ldik. Mashina yukla to'ldi. Oldidagi 3 ta paletda Mercedes motori. Tak, men bu 2 ta paletda bilmayman, bu qanaqadir. Kimitski men bu germetikaga o'xshatdim. Shu germetika ishlab chiqaradigan zavodga bordim. Xullas yuklanib bo'lib, endi xudo xolasa yo'lga. Bu yog'i faqat bosa-bos bazaga. Xudo xolasa ertaga kirib boramiz inshaalloh. Bahor ham kelib, mana daraxtlar ham barglar chiqarib turibdi. Charchamadinglarmi? Xudo xolasa qaytyapmiz Yevropadan. Bu safarimiz sal cho'zildi, bir kunga. Xudo xolasa bo'ladi, yaxshi. İşte traktor ortaydı. Bundan akalar kelmoqchi bo'lib yurgan, qanaqa kelmoqchi bo'lgan akalarga bir maslahatim. Bu yoqqa keladigan bo'lsanglar, albatta pravaylar asosan Y kategoriya bo'lish kerak. Mana bunaqa fura hayda oladigan bo'lsanglar, kelishga imkoniyatlar ko'p kelishga. Hozirda furaga talab ko'p ish, ya'ni men o'zim bu yoqqa menda B kategoriya bo'lgani uchun o'sha tanish orqali tepada kamera borligi uchun tushirib oldim, ham ko'taramiz. Menda B kategoriya bo'lganligi uchun bir yaqin do'stimiz orqali kelganman bu yoqqa. Yengil mashina haydaymiz, bilasizlar, yengil o'sha B kategoriya o'tadigan. Lekin bunga B kategoriyaga ish topish qiyin. Sababi hamma yoqda ham ishchi ko'rmaydi, lekin furada mana fura to'lib yotdi akalar furada. Hamma yoq fura. Bu ish ko'p, furaga ish ko'p. Kelsanglar bo'ladi. Endi buning uchun kelish uchun nima qilish kerak? Kelish uchun birinchi o'rinda ish beruvchini topishinglar kerak o'zinglar. Ish beruvchini o'sha yozsanglar, adashmasam qanaqa topishini aniq bilmayman. Hozir o'sha saytlar bor, o'sha saytlar orqali firmalar ko'p, Yevropada katta logistik firmalar bor. Ana o'shalarning firmani nimasiga sizlar o'zinglarni nimalarni jo'natasizlar. O'sha qanaqa toifali pravaylar bor, qancha stajinglar bor, o'shani jo'natsanglar, nomeringlar bilan emailiga kirib qoldirsanglar, ularni o'zlari aloqaga chiqishadi. Aloqaga chiqib, sizlar bilan suhbatdan o'tganinglardan keyin ular bilan asosan Litva o'sha nimasiga kelasizlar. Polshada hozir Polsha uncha ko'p nima bermayapti, VNJ bermayapti Polsha. Sababi bilmayman, endi shunaqa deb eshitdim. Ko'p отказ chiqqani uchun hozir ko'plar o'sha Litva, Latviyaga topshiryapti. O'shaqa kelsanglar bo'ladi, Litva, Latviyaga. Bu yoqqa kelganinglardan keyin o'sha ish beruvchini topib, ya'ni kelishib olganinglardan keyin sizlarga nima jo'natadi ular? O'sha pravaylarni jo'natasizlar, zagran pasportinglarni jo'natasizlar, ular tekshiradi. Tekshirgandan keyin sizlarga nima beradi ular? Tak, трудовой договор beradi, keyin разрешение beradi ular. Anaqaga. Приглашение jo'natadi sizlarga. Приглашение jo'natgandan keyin sizlar hujjat yig'ishni boshlaysizlar. Hujjat qanaqa yig'asizlar? Zagran pasport, nisudimiz, keyin право подтверждение, mahalladan o'sha propiska, spravka, sudlanmaganlik, o'sha hammasini yig'asizlar.
Keyin Visa Centerga topshirasizlar. Toshkentda bor. Global dedimi? Nima ham edi, adashmasam. Toshkentda bor o'sha Visa Center, o'sha yerga topshirasizlar. Topshirganingizdan keyin navbat olasizlar, suhbatdan o'tasizlar. Taxminan 3 oy, 4 oyda chiqadi hujjatingiz. Bu sal bosh qotirsanglar, topsa bo'ladigan narsa, variant bu. Endi agar yo'q, men unaqa qidirmayman, izlamayman desanglar, hozir Instagram, o'sha Telegram kanallarda ko'p reklama bo'lib yotgan o'sha firmalar bor. Mana shu ish topib beradigan firmalar bor. O'sha через firma orqali kelsanglar ham bo'ladi. Lekin bu firmaga alohida pul to'laysizlar. Masalan, hujjatinglarni qilishga sizlarga hujjat qilishingizga sizlarga taxminan bir $1000 ketsa, yana $1,500 ustiga firmani xarajatini qoplashinglar kerak. Lekin qaysi firma, qanaqa firma men bilmayman. Lekin Instagramlarda ko'p. Hozir Toshkentda ko'payib ketgan unaqa firmalar. Vodiy, Voha, Toshkent, o'sha ko'p joylarda bor. Kelsanglar mana shunaqa furaga o'tib olasizlar. Xo'p, bu furada oyliklar qanaqa? Bu furada oyliklar o'sha Litva, Latviyalarda 80 yevrodan boshlansa kerak, adashmasam, kuniga. 80 yevrodan boshlanadi. 80 yevrodan boshlanadi. Lekin o'shani bu yoqqa kelib bir 5 oy, 6 oy bitta firmada ishlab, o'zingizlar sekin qiziqib, chet bilan qiziqsanglar, nimalar bor? Boshqa firmalar bor, Germaniyalarda bor firmalar. U yerda oyiga 2600-2800 yevroli ishlarga joylashsanglar bo'ladi Germaniyada. Germaniyaning yaxshi tomoni shu 8 soat ishlaysizlar, 7 soat, 8 soat ishlaysizlar. Shanba, yakshanba dam. Shunaqa joylarga o'tib olsanglar bo'ladi. Lekin B kategoriyaga ish topish qiyin. Juda ham kam. Misol uchun bizning firmada ham, o'sha ishlayotgan firmada ham nimalari o'sha B kategoriyali busiklari, sprinterlari kam. Boshqa firmalarda ham. Lekin o'sha yana bitta oson tarafi, o'sha o'tgan safar ham aytib o'tdim. Nimani til o'rgansanglar, nemis tilini o'rgansanglar, Germaniyalarda B kategoriyaga ham ish ko'p. Kichkina o'sha mana shunaqa sprinterlarda, kichikroq mashinalarda pochta tarqatish xizmati ham bor. Ularning oyligi 2400 mana shunaqa yevro. Lekin bir kunda 20 ta 30 ta, adashmasam 30 tacha pochta tarqatishinglar kerak. Shahar ichida, kichkina shahar, endi shahar ichida tarqatasizlar. Ishlasa bo'ladi unda ham. Lekin til bilish kerak. Til bilsanglar yaxshi. Til bilsanglar yaxshi. Hozir mana Frankfurt Oder. Germaniyadan chiqib ketyapmiz. Germaniyadan chiqishga ham 160 kilometrlar, yo'q, 150 kilometrlar qoldi. 150 kilometrdan keyin Germaniyadan chiqib Polshaga kiramiz. Shunaqa. Havo yaxshi, havo salqin, 14 daraja. Faqat akalar izlansanglar bo'ldi. Izlanib, astoydil izlansanglar, topsanglar bo'ladi bemalol. Chunki o'sha C, Y kategoriyalari bor akalar. Pravalari bor. Nimalar ko'p. Kelishga imkon yo'q prosta. Hozirroq qidirsanglar, hozir nima deydi, 21-asr deydimi, internet hamma narsa rivojlangan. Topsanglar bo'ladi bemalol. O'sha firmalar ko'p, saytlar orqali topib, katta logistik firmalar ko'p bor-da. Endi Polshada ham bor, Latviya, Litvalarda bor. Shunaqa. Xudo xolasa biz ishimiz tugadi. 5 ta motor oldik, Mercedes motorini. Mashinada lekin normal yuk to'la, 1 tonna 700, 1 tonna 800 yuk bor.
bochka olinadi, motorli olinadi, qanaqadir moy oldi 200 litrli bochkada. Germetikalar, mana shunaqa narsalar. Kelishda, bu yoqqa kelishda bitta paletda produktlar ham bor edi lekin. Bitta paletda o'sha suv fitness zalga olib keldik. O'sha nima sportsmenlar pitaniyasi, suvlar, mana shunaqa narsalar olib keldik kelishda asosan. Shunaqa. Xo'p, yana nima rasxodlar bo'lishi mumkin? Rasxodlar kelganda, bu yoqqa kelganinglarda tak. Nima rasxod qilasizlar? Kvartiraga to'laysizlar. Kvartira ishxonada bo'lishi ham mumkin. Ishxonani o'zi olib berishi ham mumkin. Biz 60 euro to'laymiz kvartiraga. 60 euro to'laymiz. Produktni o'zimiz qilamiz. Produktlarga unaqa ko'p pul ketmaydi. Produktga unaqa ko'p pul ketmaydi. Shunday logistik firmalar, hammasi juda ko'p logistik firmalar. Oyiga taxminan bir 300 da o'zingizga xarajatingizga ketadi bu yoqda. Kvartira yeb-ichish 300 evrolar ketadi. Bunday sokalar chegaraga ham kelib qoldik. Mana hozir chap tarafimizda Germaniyaga kiraverish, Polshadan Germaniyaga kiraverish posti. Bu yerda tekshirib o'tkazadi mashinalarni. Mana bu ko'rinib turgan bo'lsa oq naves tagiga olib kirib tekshiradi. Yorug' joyda soldatlar turishibdi, politsiyalar. Bitta o'tadi mashinalar. Bitta. Chiqarishda turmaydi. Biz hozir bu yerdan nimaga kiramiz? Polshaga kiramiz. Polsha chegarasiga kiramiz. Iloj bo'lsa, buni ham video qilib o'tib ketamiz. Bu yoq Germaniyaga kiraverish, mashinalar ko'p, probka. Judayam Germaniyaga kiraverish, probka. Продолжайте ехать по дороге 2 километра. Chap tarafdagi hammasi shu Germaniyaga kiradigan mashinalar. O'ng tarafda turgan mashina ustida anaqa turadi, radar turadi. 60 tezlikka bu. Mana ikkita politsiya turibdi, дорожный politsiyalar. Xudo xolasa bulardan oson o'tib oldik. Bo'ldi, o'sha mana Polsha hududiga kirdik. Mana bu chap taraf Polshadan ham, Polsha chegarasidan ham o'tib ketdi o'sha probka. Juda katta probka ekan, lekin Polshaga kiraverish. Germaniyaga kiraverish Polshadan juda ham katta probka. Mega probka. Men o'zim ham oldingi safar mana shu yerdan kelganimda shunaqa probkada turganman. Mana shu chap tarafda, mana shu yerlardan boshlangandi. Lekin bir 40 minutlarda o'tganman-da. Lekin bu undan ham o'tib ketgan. Hozir adashmasam, narigi mostgacha probka. Biz hozir zapravkaga kiramiz. 800 metrdan keyin, 700 metrdan keyin juda ham katta probka. Bu yerdan ham kirsa bo'ladi. Mana bu hozir endi qorong'i ko'rinmasa kerak. Most bor, mostdan chap bilan ketsa ham bo'ladi. Kirsa bo'ladi. Faqat u Daniyaga yo'llardan chiqib ketsa bo'ladi, через Germaniya orqali. Shunaqa. Probka mana shu qachon ekan. Biz Svechkoga kiramiz, Svechka zapravkaga. Buni videosini qilib o'tganmanmi bilmayman, oldingi safar eslolmayman. Juda katta zapravka. Juda ham.
Bu parkingi ham katta, juda ham katta. Xudo xolasa uni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Метров поверните направо, потом поверните Mana mana shu o'ng tarafdagi zapravka. Svechka deydi bu yoqni. O'sha fura haydaydigan akalar bo'lsa, Yevropada ishlagan akalar bo'lsa, bilishadi bu yoqni. O'sha Polshadan Поверните направо, потом поверните. Polshadan Germaniyaga kirishdan oldin ko'plar mana shu yerdan zapravka qilib kirib ketadi. Zapravka qilib ketadi. Mana bu yoqda avtobuslar to'xtaydigan joy. Через 100 метров Bilmayman qanaqadir поверните avtobuslar направо. bor mana bu yoqlarda zapravka. Bir ko'p 5-6 ta zapravka bor adashmasam. No, lekin bizni qiladigan zapravkamiz Yesto zapravkasi. Oldinda, lekin bizda Поверните направо. направо emas, keyingisidan kiramiz og'ayni. Tak, bizda zapas xodimiz. Zapas xodimiz 300, 100 метров, если возможно, 314, развернитесь на 180. 314, lekin bu yetmaydi baribir bizga. Keyingi zapravkagacha 420 kilometrlar bor. Bari qilib olaveramiz zapravka. Mana shu yerdan zapravka qilib olamiz. Yetib keldik. Biz endi zapravka qilib olsak, dal shu yo'lda davom etamiz. Xullas akalar, bugungi ishni ham deyarli tugatdik. O'sha Svechkodagi parking juda katta. Furalar va yoqda zapravka. Naryoqda zapravka bor. Buni yonida bor va buni orqasida. Juda zapravka ko'p. Biz Toychoq, Xudo xolasa yo'lga chiqamiz endi. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar. Hammaga xayrli tun. Endi O'zbekistonda уже soat ham 1 bo'lib qolgandir, 12:01. Hammanglarga xayrli tun, sog' bo'linglar.